Bizi Hanafiy mazhabimizda kitobda yozilgan, hurmatli jamoat. O'tayotgan odam, maradul maut deydi, jon berayotgan odamga la ilaha illallohni ayt deyish mumkin emas. Nimaga desa, mabodo shu la ilaha illallohni aytmayman degan maqsadda emas, boshqa narsani aytmayman degan maqsadda aytmayman degan so'zni ishlatib qo'ysa, siz nima deb tushunasiz? Bu la ilaha illallohni aytmayman deyapti deb tushunasizda, bir qalbingiz nima bo'lib qoladi? Xira bo'lib qoladi. Otam la ilaha illallohni aytmay ketdi yoki onam la ilaha illalloh deya olmasdan ketdi, do'stim, birodarim shuni ayta olmay ketdi degan so'z bo'lmasin deb Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhabda shunday. Madinaga borsam juma xutbasida ayni bizning mazhabnikini aytibdi. Aytibdiki, talqin ash-shahada deyiladi bu. O'tayotgan insonga la ilaha illalloh kalimasini aytishlik deyiladi. Shunda aytdiki, nima deyiladi desa, la ilaha illallohni o'zimiz aytib turamiz ekan. Chunki man yuxtamu degan, qaysi insonni nihoyasi la ilaha illalloh bilan tugasa, shubhasiz jannatga kiradi. Shubhasiz. Ana endi biz aytamizda, oson bu kalima desa, oson emas. Hech oson emas, birodarlar. La ilaha illallohni aytib qo'yishlik oson emas. O'sha paytda oson emas.